Bolalikdagi nonushtaga qaytamiz. Qaynoqqina yog'da qovurilgan chalpani sizlar bilan birga tayyorlaymiz. Kerak bo'ladi un bilan tuz bo'ldi. Yog'. Hamma narsa taxminan naglazlaymiz. O'zimizga kerakligini olamiz. Bir kosa un bor bu yerda. Endi xohishga qarab sovurasizlar. Xohlasanglar mana piyozni mayda qilib to'g'rab olamiz. Piyozni un holatida qo'shib olamiz. Xohlovchilarga shart emas, buni piyozni xohlaganlar qo'shadi, xohlaganlar qo'shmasa ham bo'ladi. Tuzni ham taxminan chamala mana shu masalliqlarga yarasha sovurasizlar. Baribir hamma narsa tuz bilan yashanadi. Iliq suv qo'shib ozgina-ozginadan xamir qora olamiz. Bilmayman, kichkinaligimda qaynab pishirishardi. Buni bir xilla cho'zma deyishar ekan, bir xilla chalpa deyishar ekan, bilmayman. O'zi aslida nima bu? Suvim ko'payib ketibdi, o'shaning uchun ozgina yana undan qo'shib o'raman. O'sha un bilan qo'limdagi xamirlarni tozalab olaman. Bilmayman, mana shunaqa chalpa, mana shunaqa narsalar pishirganimda xuddi o'zimni yosh boladek his qilaman-da, baribir nimagadir bolalikdagi ta'mda bu. Bolaligimizda o'ynab yurganimizda shunaqa pishirilganda, ham shirin tuyulgan. Agar xohlasanglar, xamir qorayotganda ozgina yog' sovrasizlar, mana esimdan chiqib ketibdi. O'zi yog' qo'shsanglar mazaliroq bo'ladi. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi 15 minut tindirib pishirishni boshlaymiz. Xamirimiz tindi. Endi buni zuvalachilarga bo'lib olamiz. Kichkina 6 ta zuvalaga ajratib oldik. Endi buni yupqa qilib yoyib, tovada pishirib olamiz. Chalpayimizni yupqa qilib yoyib oldik. Yog'larimizni ham soldik. Endi buni o'rta olovda ikki yog'ini qizartirib olamiz. Agar baland olovda qizartiradigan bo'lsa, ichi pishmay qolishi mumkin. Mana bismillah deb chalpaylarimizni pishirib olamiz. Pishib qolishidan oldin shunaqa xomligida aylantirib ikki yog'ini bir xil qilib qizartirib olamiz. Pishib qolishidan oldin shunaqa ikki yog'ini bir xil qilib qizartirib olamiz. Qizartirib olamiz. Bittasi ishib qolgani uchun buni bosib turibman, chunki o'sha ishgan joyi qizarmay qoladi. Mana chalpayimiz pishdi. Yaxshilab yog'idan sidirib olamiz. Hozir sizlar bilan endi uni bazasiga baho beramiz. Qaynoqligida yeyish kerak, umuman sovutish kerak emas. Bismillah. Kanalimga obuna bo'lib, videolarimni kuzatib turish esingizdan chiqmasin. Bay bay.